Bugun men sizlarga mayda ko'soqlarni tashlab yubormay, ulardan chiroyli oyoq kiyimlar tikishni o'rgataman. Bu oyoq kiyimni tikish juda ham oson. Hammaning ham qo'lidan keladi. Bunga razmerlar o'lchash ham shart emas. Oyog'ingizni qo'yib, oyog'ingiz ustiga yopgan holda ruchka bilan belgilab olasiz. Shunaqa usulda. Oldi qismini chizib bo'lgandan so'ng, orqa qismini belgilab qo'yamiz. Endi belgilab olgan joylarimizni ruchkada aniqroq belgilab olamiz. Oldi qismidan 1,5 santimetrlar ichkariga kirib shunaqa tarzda olsangiz, oyog'ingizda chiroyli turadi. Shunaqa belgilab bo'lgandan so'ng, ortiqcha joylarni qirqib tashlaymiz. Buni qirqib bo'lgandan so'ng, endi esa manjet qismini qirqib olamiz. Buklagan holatda shunaqa qilib qirqib olamiz. Qilish jarayonini ko'rayotgan bo'lsangiz, shunaqa qilib tikasizlar. Buni to'g'ri choqda tiksa ham bo'ladi. Endi orqa qismini. Boyagi qirqib olgan manjetimizni ikkiga buklab, yonini tikib olamiz. Keyin shunaqa taxlab olinadi. Chokini chokiga to'g'rilab tikamiz. Manjet tikishingizda cho'zilishini to'g'ri ushlasangiz, tekis va chiroyli chiqadi. Videolarim sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.